Assalomu alaykum. Qancha ko'p davolansangiz, kasallik shuncha sizga yopishib oladi. Ha, bu og'ir gap, lekin agar siz yillar davomida davolanib ham natija ko'rmagan bo'lsangiz, bu video siz uchun. Siz nima qilyapsiz? Har bir simptom chiqqanda darrov tekshiruv, dori, xavotir. Natijada nima bo'ladi? Siz tanangizni emas, qo'rquvingizni kuchaytiryapsiz. Miya esa buni signal sifatida qabul qiladi. Demak, xavf bor, demak, simptomni davom ettiramiz. Ko'p hollarda muammo kasallikda emas. Muammo ichki zo'riqish, nevroz, doimiy nazorat va qo'rquvda. Shuning uchun ham siz qancha ko'p davolansangiz, shuncha uzoq chiqolmayapsiz. Chunki siz sababni emas, faqat alomatni bosyapsiz. Agar siz ham yurak tez urishi, bosh aylanishi, ichki bezovtalik, tushunarsiz qo'rquvlar bilan charchagan bo'lsangiz va tahlillar yaxshi chiqib baribir o'zingizni yomon his qilsangiz, sizga boshqa yondashuv kerak. Agarda ushbu holatlardan butunlay xalos bo'lishni xohlasangiz, marhamat menga murojaat qilishingiz mumkin. Asl holatingizni sababini birgalikda ko'rib chiqamiz.